Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 12-aprel 2025-yil yana bir laboyimizga chiroyli bo'lgan tunikashibkani qilib oldik. Laboyimiz egalari YouTube kanalimizdan ko'rib, qiziqib, obuna bo'lib, Qo'qon shahridan ketdi. Polni laboni hamma joylari shu izolyatsiyaga ideal holatda qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, Peneplex, konteyner pollari hammasi joyda. Rezinkalar tashlangan. Shunaqa choksiz, chotki variant bo'ladi. Bir yoni silliq, tangali bo'ladi. İçida iplari bor. Bu joylari 1,5 sm ichini ochganda qo'lda ilmaydigan holatda aylantirib bukib chiqilgan. Tagiga mana bunaqa sondiqlar qo'yib qo'yganmiz. Mana sondiqni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ochiladi. Akkumulyator to'sadi. Ichiga arqon ключ, damkarat hamma narsa siqadi. Akkumulyator to'sib turadi. 50 ming nechta ham vaqt o'taqat. Simidan sondiq sotdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli bir narsa beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlarga, yaqinlarga, laboga qiziqqan, labo olaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Alohida rezinkasi sotiladi, alohida sondig'i ham sotiladi. Qo'shni tuman, qo'shni viloyatlardan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat.